Hammaga assalomu alaykum, hurmatli aziz vatandoshlar. Bugun imtihondamiz. Mana hozir imtihon topshirish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Traktor masalan desa, ana shunday bo'ladi. Ana shunday pogrushik. Bu hozir minayotgan texnikasi pogrushik D kategoriya uchun bo'ladi. D kategoriya topshiradi. U yoqdan ko'rib turibsizlar, Belarus mintaqalarini. Belarus. Agar sizlarga mayda kategoriya bo'lsa, giroskuter, kvadrotsikllar uchun bo'lsa, buni mana sahat har bir bola уже ana mindi. Tak, bu bola Abdibek bo'ladi, bizdan bo'ladi bu bola. Qolgan bolalar bu yoqda turibdi gruppadan. Tak, shunday chiqadi, tushadi, все, qiyinchilik bu yerda umuman yo'q. Agar sizlarga bu kategoriya bo'lsa, ana yurtda kichkina manzarani qaranglar. Yangi poligonimiz ochildi, yangisi ishga chiqdi. Yangi poligon ishga chiqdi, xudo xolasa. Mana shunday chiroyli manzaradan bo'lib o'tadi insonlar. Bu hozir